Bugun qayni singillar kelinlarga kun bermaydi. Shunday qaynalar bor, sho'rvaga o'xshab qaynaydi. Kelinlarga kun berdi, kun bermaydi. Kim gapiradi bunga? Qani eri? Qani eri bunga? "Ey, sen nima odammisan o'zi? Nimaga keliningni ko'ylaverasan sen?" deb kim gapiradi buni? O'g'il gapira olmaydi, onasi. Er gapir shuni, o'chir ovozingni deb. Qachongacha zulm qiladi? Yo erdan qaytib kelgan, yo erga chiqib ketgan kelib olib ko'ylaveradi kenniyasin. O'g'il gapirsa darrov xotinni chotiga kiribdi deydi. Kim gapiradi buni? Qani akasi buni yo ukasi? Xo'p, u kelinni eri gapira olmaydi, xotinni tarafini olyapti deydi. Qani erkak o'sha xonadondagi? Qani amaki tog'alar? Nimaga jiyanini o'chirib qo'yolmaydi? Nimaga? Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa dedi-ku Alloh. Erkaklar ayollarga xo'jayinsan dedi-ku. Yana nima emish? Qo'y xotinlar ishiga aralashma. Ey Alloh aytayapti senga yo menga xotinning ishiga aralash deb. Ana aralashmaganligimiz uchun bidiya to'lib ketdi. To'ydagi oldi berilarni kim qilyapti? Xotinlar qilyapti. Kuyov tomon qo'ygan lakalarni qo'yib olib ahvolini qaradi ekan kim? O'sha rasvo xotinlar bo'ladi. Siz narsalar kelib yur ko'ramiz. Anuni qara, buni qara. Nikohda boshi g'iybat bilan, tuhmat bilan, mensimaslik bilan, kulgi bilan boshlanyapti. Qatta u yosh oila baxtli bo'ladi. Yo'qat oldi berdini deyish kerak. O'sha boshidagi sovchilik uni buni